Oromgohdagi birinchi qurilgan dom, ya'ni birinchi domdan 2 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Ko'rib turibsiz, oilaviy yashash juda ham yaxshi lokatsiyada joylashgan. Kvartiramiz birinchi qavatda joylashgan. Ko'pchilik o'zi birinchi qavatda ishxo'z bo'ladi. Oldida foydalanadigan o'zining alohida agrotlari ham bor. Demak, eshikdan kirganda mana bu yerda umumiy yotoqxonamizni ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib qo'yilgan, ta'mirlari yaxshi holatda kirib yashayverasiz. Bu yerga shkaf yasatirib qo'yishgan ekan. Undan keyin sanuzullarimiz alohida qilib joylashtirib ketilgan, barcha sharoitlarga ega va navbatdagi katta xonamiz bu uyimizning mehmonxonasi hisoblanadi. Mehmonxonamizdagi mana shu jihozlarni ham hammasini qoldirib chiqib ketishadi. Televizorgacha hamma narsasini. Faqatgina kir yuvish mashinasi, mana shu xolodilnik va konteyner olib chiqib ketisharkan, xolos. Qolgan hamma narsa o'z o'rnida qoladi. Bu yerda oshxonamizni balkon ko'chirishgan ekan. Bitta detskiy sifatida foydalansa bo'ladigan kichkinagina karavot qo'yilgan joyimiz bor. Mana bu yerda oilaviy ovqatlanish uchun alohida qismimiz, bu tomonda esa ovqat tayyorlash uchun mo'ljallangan joyimiz bor. To'liq romlarni hammasini akfaga almashtirib qo'yishgan. Bitta aboylarni yangilab olsangiz, u yog'i yangiday xonadon bo'ladi, qoladi. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 28500 dollar. Kommunal tarmoq hujjatlarida muammo yo'q. Kelasiz, notariusga borib pulni sanaverasiz. Yana o'zimiz o'tib ham berishadi. Eganing telefon nomeri esa videoning pastda aloqa qilsangiz bo'ladi.